Hozirgi olmoslarni ko'paytirishga yo'lni o'rgataman. Birinchi o'rinda bu karera match. Karera matchda qancha ko'p gol ursangiz, qancha ko'p yangi tryuklarni bajarsangiz, shunga qarab ko'p tangalar beraveradi va reklamada o'shani 2 barobar qilib beradi. Ikkinchisi mana bunaqa o'yinlar. Bu har hafta 5 martadan keladi. Buni yutib 100 ta, 120 ta tangalar olib olishlaring mumkin. Va 3-o'rinda Moyklub. Moyklubni birdan kuchaytirib qo'ysalaring, full qilib qo'ysalaring, menda hozir 52 ta tanga beradi. Agar sizlar full tarzda qilib qo'ysalaring, 120 ta yoki 60 ta tangalar beradi. O'ynasalaring. Va live match. Live matchda общий 90 ta tanga yig'salaring bo'ladi. Bu qancha gol urishlarga bog'liq. Va oxirgisi mana bunaqa eventlar. Bunaqa eventlarda juda ham oson deb o'ylayman, chunki hozir 9 ta o'yinda yut va 2450 ta tanga beraman deyapti. Juda ham yaxshi natija. Va hozir live o'ynasalaring, mana bu yerda tangalar beradi. Birinchi o'ringa chiqsangiz 100 ta olmos beradi. Va olmosni to'plash ancha qiyin. Bunda karera matchda 15 ta o'yin yutishlaring kerak. Agar mana bunaqa Moyklubni full tarzda qilib olsalaring, o'yin tugagandan so'ng davlatlar o'rtasida yo bo'lmasam qit'alar o'rtasida o'yin bo'lib o'tadi. Bunda kuboklar bor. Kuboklar, eng katta kubok 35 ta olmosga teng. Boshqa mayda kuboklar 25 ta, 15 ta, 20 ta. Sizlarga agar juda ham zarur olmos kerak bo'lsa, live matchda tavsiya qilaman, chunki yutsangiz ham, yutmasangiz ham 14 ta, 19 ta, 25 ta olmoslar berishadi. Men bir kunda o'zida 184 ta olmosga ega bo'ldim. Agar sizlarga yana shunaqa ma'lumot kerak bo'lsa, Dilisi Gamerga obuna bo'lib qo'ying.